Assalomu alaykum, hurmatli do'stlar. Ramazon hammaga muborak bo'lsin. Tutayotgan ro'zalarimizni qabul qilsin Alloh. 2025-yil 15-mart tomga pena quyish jarayoni. 150 kvadratlik tomimizda penalash jarayoni bilan tanishtirib o'tamiz va narxlari bilan. Manzilimiz Sirdaryo viloyati Guliston tumani Dehqonobod shaharchasi. Qalinligini 5-6 santidan quyib beryapmiz, 50 ming so'mdan quyib beryapmiz klientimizga. Qanday bo'ladi deganlar uchun balka tashaladi. Orasi 5-6 santi, 8 santigacha ochiq holatda bo'ladi. Shu qoqilgan holatiga kelamiz. Bo'z tortiladi. Ustidan rez quyib ketaveramiz. Quyilgan holatida ustidan yugurib yursa bo'ladi. Qulayliklari yengil bo'ladi, izolyatsiya bo'ladi. Qishda issiq, yozda salqin. Yuk ko'taradi. Penoblok qorishmasdan quyilayotgan penalambas. Tomga pena quyish xizmati 623 23 77 355 6001 telefonlariga aloqaga chiqa olasizlar. Viloyat bo'ylab xizmat ko'rsatamiz. Orasi 5-6 santi ochilgan holatdagi tomimiz, bo'z qoqilgan holatda. Qattiq hech qanday yursa yorilib ketmaydi. Quyilgan holatini ham chiqaramiz, joylaymiz xudo xolasa. Penoblok ishlari ham mavjud. 20 ga 30 razmerdagi penobloklarimizni 13 ming so'm dastavka qilib beryapmiz. Sirdaryo viloyati Guliston tumani Dehqonobod shaharchasi. Mahsulotdan kanal qilinmagan holatda penobloklarimizni chiqaryapmiz. Qopidan 3 dona 3 kg sement, 38 kg gips. Mahsulotdan kanal qilinmagan holatda ishlab chiqaryapmiz. Tomimiz tayyorlab qo'ydik. Xudo xolasa zagotovka ishlari tayyor. Quyish jarayonidan ham lavhalar joylaymiz xudo xolasa. 2025-yil 15-mart. Tomga pena quyish jarayoni. 2025-yil 15-mart. Ramazon oyining 15-kuni.